yo'qot bu junglingdan olib kelgan xotiningni. Onajon, buni yuzi qora bo'lganlar ko'ngli pok. Voy o'lay, hay buning bitta tovug'imni yeb qo'ydi. Ya, bunaqa emas. Hey. Kam sep, kelinlar, kam sep. Kamata. Ha, kamata. Hey. Buning hozir nima qildi? Ona bilan tilida rahmat deganda bu hurmat yuzasidan. Men narsalar o'rgatayotganimda kelin. Boshqa rahmat aytmang. Gidada. O'g'lim ko'rdingmi? Qishga chiroyli qilib o'tinlarni taxlayapti. Libboyiga dars beraman-da. Shunay. Nima yasab qo'ydi bu? Nayzadaymi? Qo'shni, shu bizning tovuqchasilarni ko'tib qolmaganmi? Agar sizlar ko'tgan bo'lsa, o'sha sovg'a sizlarga. Qiyrat o'tgan bu kelinini yo'qotib bermam, bekor kelinman sherimizni. Voy Jumovoy kelinim, shashlik pishiryapsanmi? Qo'y. Zo'r gap yo'q. Mazada mushugim ko'rinmayapti-ya. Ona mana mushuk izmama kirib ketgan. Men o'ylabmanki, mayli. O'ylamay qo'yaveray. Nima qilyapsiz? Voy. Nimaga yuvyapsiz? Nima u? Qanaqa shampun? Biolex shampun besulfatli, zararsiz, oddiy sochlarga, ayniqsa bo'yalgan sochlarga mos keladi. Biolex shampun bo'yalgan sochlarning rangini uzoq vaqt saqlaydi, kraskani ketkizmaydi, sochlarni oziqlantiradi, ob'yom beradi. Biolexda 5 xili bor. Xina ekstraktli, pantenol, castor oil, keratin va proteinli shampuni bor. Xo'p, shuni amunda vannaga kirib, vannada bir mazza qilib ko'pirtirib yuvsangiz bo'lmaydimi? Dush bormi? Dush Biolex maza. Qalay, dush zo'r ekanmi? Yaxshi siz aytdingiz. Oppoqqina. O'g'lim! Ha, ona. Ana uningga ayt, menga boshqa rahmat aytmasin demoqchi edim.